2026-yil 1-fevraldan A va B toifadagi haydovchilik guvohnomasini olish tartibida qanday o'zgarishlar bor? Endi nazariy bilimlarni o'quv markaziga bormasdan ham o'rganish mumkin. Ya'ni xohlasangiz onlayn kurslarda, offlayn kurslarda yoki o'zingiz mustaqil tayyorlanib o'qiysiz. Amaliyot mashg'ulotlari esa majburiy bo'lib qoladi. Bu mashg'ulotlar davlat yoki nodavlat avto o'quv markazlarida to'liq o'tilishi shart. Amaliyotni to'liq tugatgandan keyin nazariy imtihon, amaliy imtihon topshiriladi. Imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tsangiz, haydovchilik guvohnomasini olasiz. Amaliyotni tugatganingiz haqidagi ma'lumotnoma qog'ozda emas, elektron tarzda rasmiylashtiriladi. Endilikda A va B toifadagi transport vositalari haydovchilarini tayyorlash va qayta tayyorlash o'quv guruhlarini Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatida ro'yxatga olish tartibi bekor qilinadi.